Assalomu alaykum ulug'ona. E'tingiz muborak bo'lsin. Voy ezonlarning birga olsin balam, kelinglar, keling. Oy. Qani shukr eting. Yo'q, ana. Voy sizlarman, mana bismillah. Qani. Keling. Voy o'ta balam. Ey. O'tiring balam. Amin. Qanday o'zingiz yaxshi tudingiz? Yaxshi balam, yaxshi. Qanday kelinlarim yaxshimi, navirlarim yaxshimi Voy, balam? hammasi yaxshi. Sizga seg'inib salom etdi. Salomat bo'lsin, rahmat. Men shu mushkatim Xalq ishlar idorasi vakolatan sizni alaydan yetib yo'qlab keldim ana. Rahmat balam, rahmat. Hilmo hafta arlab yo'qlab turyapsizlar. Hammalar baxtli bo'linglar balalarım. Shu xalq ishlarga hanim basi shunga bera balam. Xalq ishlar idorasi ana. Shuni da'vatiman. Shu balalarım baxtli bo'lsin balam. Bu balamni xalq ishlarmi? Voy, opla, tanishtirishni unutib qopdimi? Bu yoqqa, mush yezimizda afat bo'lganda yoqqa, yezimizga nurg'un yaxshilarni qilib bergan. Bu qitim yezdagi yetimlarni yo'qlig'ash alaydan siz bilan ko'rishga keldi. Men bilan? Ha? Bu yoqqa, siz haliqi doim ismini ko'ndi yod etib, o'zini ko'rib boqmagan o'g'lingiz Tursunjon apandim bo'ldi. Tursunjon? Assalomu alaykum ana. Va alaykum assalom balam, voy jinim balam. Bir ko'rishga intizor qilgan balam. Mana bugun nasib bo'pti. Ka balam, ochiq peshonangga bir sevib qo'yay. Qani o'ta balam, o't. Qani, sizlar o'tirib birdan paranglashqash turinglar. Men avvalgi soatmizda zo'yiga bir kirib chiqay. Ma'qul. O'tiring ana. Rahmat, g'amguzar o'g'lim. Yetim yesirlarga sungan shu emgakchan qo'llaringga gul unsin jinim balam. Rahmat ana. Kimga yaxshilik qilsang, hargiz ziyoda qolmaydi jinim balam. Bolalaring bilan baxtli o'tasan. Sen o'xshash yigitni qatoq qo'shgan shu mehribon onang umr bo'yi azob tatmasin jinim balam. Afirin shu onangga. Meningdan onangga salom etasa balam. Aytamayman. Shu samimiy salomingizdan anglayamaydi ana. Men bunchalar maqtashlarga loyiq o'g'il emas. Nemishqa balam? Chunki ana hayotning alakchiligi bilan onamning xizmatini yaxshi qilolmagan. Pulni jiq tepib onamni haram gapirman deb va'da qildim-yu. Quchig'imda jiq pul ko'rgan chig'imda g'amguzarim onamdan allaburun ayrilgan bir nadan o'g'il. Endi hech nimadan g'amim yo'q. Qo'limni nega sunsam yetirgan chig'imda qo'limda pushaymon qatisini ko'tarib yurib, kuch ko'ylarda divalik yurgan bir o'g'ilman ana. Hey bichara o'g'lim, ey bichara o'g'lim. O'g'lim. Ana. Rahmat sizga. Rahmat bu chin yuragingizdan chiqqan so'zingizga. Jinim ana. Mushu so'zingizda yanmısınız. Men bilan kessiniz. Anılık fikringizni mendan aymışsınız. Bana bu fursatni bersiniz. Men mushkullarni kech kunduz arzu qilatdim jinim ana. Men munosabat o'rinlar bilan aloqa qilish hammani tayyor qilib qo'ydim. Men sizni uyimga olib, uyimning to'rida o'tirg'izib, bir balalik mehrimni sizga yog'dirib olsam. Jinim ana, men vicdanım oldida bishimni ko'tarib yursam deyman. Bu faqat sizning qo'lingizdan keladi jinim ana. Rahmat balam. Men hammani tushundim. Hammani tushundim. Mushtabda sening uyingning to'rida o'tirgandak bo'lyapman. Umaq navirlarimning cho'qan so'rallarini anglab, o'zimni huzurlagandek his qilyapman. Hilmi shiroq turib menga baliq mehrini yetkazayotsa. Rahmat onamni seningdan ming martaba rozi bo'lam. El rozi, ot rozi bo'lam. Rahmat ana, rahmat. Biroq bolam, men sening bu talabingni o'rindashga ojizman. Ana.
Çünkü muşu ziminde atansız kalan nurgun yetim yesirla mening onliq mehrimga muhtaç. Ular kundi kelip meni ko'rib ketadi. Agar ular kelganda men uyda yo'q bo'lib qolsam, yig'lab qoladi. Uning ustiga rahmatli o'g'lim, kelinim, ko'z nurim, nevarlarimdan qabri mushiyat. Mening bu zimindan faqat orilg'im yo'q. Shular bilan birga yotsam deyman jinim bolam. Jinim bolam, meni shulardan orib etmisan. To'g'ri ana. Bugungi kunga kelganda men o'zimning baxtini deb sizning baxtingizni shu ana sizlarning baxtini qurbon qilsam bo'lmaydi. Men bu azobni tortishga loyiqman. Loyiqman. Ana! Ana! Ana bu dünyada balı deb yaşab, balı deb ölüşünü özgü bəxt deb biladigan insan ki. Nefsidin keçip, yemeği yigizip, keymeyi keygizip, kuş madarını uzuq beradigan, vücudunu tonlu tüsbedilige, perzentini öz mikri bilen illetidigan uluq insan ki. Can ana, balı üçün çeksiz bedel töleş. Barlığınızı bal için kurban kılış sizin toğumu təbiitinizke. Endi bilsem, aslında barlıq insanların tuncu üyü, tuncu yurdu, tuncu vətini sizin koynunuz iken. Yani şu çağda siz balı için çiçek, çıraylık öy, unutulmaz yurt, keşkili bulmaydıgan vətən ikensiz. Ey azizler! Siz bilen biz 5 günlük dünyanın bari yoku 5 günlük mekmini. Yani şu 5 günlük dünyada insanın işkili dostu olsa biri ana. Yani birisi bu siz bilen bizde yoruluk dünya keltürgen zat. Aziz anılarımız. Yani şu anılarımız biz tuğulmasın ta özlerinden kabirleri ketkici beşimizde pervane. İlahim ketkellerin öz rahmetini alsın. Kağalarının ömrünü ziyade kısın. Yaxşı günlerde kollarını duaga aşqanlıqlarını görüş. Siz bilen bizge köp yıllar nesip kısın. Dünyada akide diyen gep bağ buraderler. Lekin akide bilen akidenin ma farkı boludu iken. Ana perzentigi minnetsiz akide kılıdı iken. Lekin biz anılarımızga bugün kelip ət gidadigan mehmonga qiladigan muomalada aqida qiladi ekanmiz. Şu anlarımız menga uxlab qolgandan keyin şu anlarımız yatgan huzurning derisida 1000 marta u yoqqa 1000 marta bu yoqqa qarab qachon şu anlarımızdan tavushlari chiqib qolarkin deb talmirib ketimiz. Balam, keldingmi? Ani şu chaqda qo'llari qadaq mehribon anlarımızın seg'inib ketimiz. Bishimga kulpat kelganda sizni eslayman ana. Bir do'st topolmagan chig'imda sizni eslayman ana. Mo'tivar analar qo'llarini duoga ochganda sizni eslayman onajon. Nimishqa?
Nemiş kişi dua kaçkan kollarınızda yüzlerimge basmadan bana armağan oldunuz anacan. Öydü ki siz bakkan güllerini yüzlerimge sürtüme. Xuddi sizin yüzünüzge yüzlerimle baskandak yedinizde kınıp kınıp burayman. Derizemge konduğan kepinekten kanatlarını sılayman. Xuddi sizden appak çaşlarınızı sılagandak ihtimal o sizin royunuzdur. Pat pat durup gelin. Beni kollap durun anacan, sizde köp sevindim anacan.